Assalomu alaykum hurmatli brifing tinglovchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi PK 1-sonli qarori bilan respublika mahallalarida ijtimoiy profilaktika haftaligini o'tkazish to'g'risida nizom tasdiqlandi. Nizom ijtimoiy profilaktika haftaligini respublika mahallalarida ijtimoiy profilaktika tadbirlari samaradorligini oshirishga qaratilgan haftalik tashkiliy amaliy, uslubiy va boshqa chora-tadbirlar majmuasi. Ijtimoiy profilaktika haftaligini tashkilotchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, tuman, shahar hokimlari, davlat organlari va idoralari, jamoatchilik tuzilmalari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari. Ijtimoiy profilaktika haftaligini o'tkazishdan asosiy maqsad mahallalarda ijtimoiy profilaktika samaradorligini oshirish orqali huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ijtimoiy profilaktika obyektlarini muammolarini o'rganish va ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish. Aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, ularni sog'lom turmush tarzi va sportga targ'ib qilish. Fuqarolarni jipslashtirish, mahallalarda sog'lom muhit yaratish va fuqarolarda mahallaga daxldorlik hissini uyg'otishdan iborat. Ijtimoiy profilaktika haftaligini asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Ijtimoiy profilaktika obyektlari bilan ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish uchun xulosalar rasmiylashtirish, ijrochilarga yo'naltirish va ijrosini ta'minlash. Fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, sog'lom turmush tarziga jalb qilish bo'yicha ta'sirchan targ'ibot kampaniyalarini olib borish. Aholining ijtimoiy muammolarini aniqlash va hal qilish uchun viloyat, tuman, shahar hokimlarining shaxsiy qabullarini o'tkazish. Aholining bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratish maqsadida mehnat yarmarkalarini, huquqiy maslahatxonalar tashkil etish. Targ'ibot kampaniyalariga taniqli shaxslar, xonandalar, aktyorlar, sportchilar va boshqa faollarni keng jalb qilish. E'tiboringiz uchun rahmat.